autizm bolalarga homiladorlik bilan oddiy bolalarga homiladorlik paytingiz boshqacha o'tar ekanda. Farqi bo'lar ekan katta. Chunki men birinchi farzandim autizm bilan tug'ilgan va keyin farzandlarim sog'lom bo'lib tug'ilganligi uchun ikkalasini o'rtasidagi homiladorlik farq qilar ekan. Mana Saidullohga homiladorlik paytimda birinchi farzand bo'lgan uchun bilmaganman-da. Keyingi farzandlarimga homilador bo'lganimda qanaqa qiyin o'tganligini tushunib yetganman. Mana shu homilador ayollar bilsa kerak, hali endi homilador bo'lgan paytda juda ham katta tonus bo'lar ekan. Qattiq tonus bo'lgan edi. Bo'lib qolaverardi, tonus bo'lib qolaverardi. Keyin bola уже qimillash vaqtiga yetganda уже anaqa juda ham ko'p qimirlardi. Shunaqa qimirlardi, dajmash kechki payt ovqatlanib o'tirsak ham qayni tomonlarda o'tira olmasdi. Shu darajada ko'p qimillagandan bolani shu tashqariga bilingandan-da. Yomon anaqa u payt u nimadan bo'lar ekan? Bolada havo yetmasligidan bo'lar ekan. Bu havo yetmasligi bolada kislorod yetishmovchiligi, gemoglobin, onada gemoglobinning kamligidan kelib chiqar ekan. Men bir marta doktorga borganman-da, kerak mana shuni anaqa miyasini MRT qildirib ko'raylik, balki miyasida patologiya ketayotgandir. Tug'ilib bo'lgandan keyin aytganman. Keyin aytganki, mayli qildirib ko'ravering, men ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun deyishgan. Keyin qildirganman, MRT qildirganmiz-da, keyin qildirganimizda bola miyasi butun chiqqan. Aytdiki, faqat degan mana gipoksiyali, bu sizni qorningizdaligida bo'lgan. Agar o'zingizni ham 3 kun havosi yo'q xonaga olib kirib qo'ysangiz qanaqa bo'lasiz? Sizni farzandingiz homila paytida 9 oy yashagan, havosi yo'q xonada.